Polsha davlatiga viza olish uchun qanday hujjatlar talab qilinadi va necha yoshdan vizaga ariza berishlik mumkin? Polsha davlatida oylik maoshlar qancha? Shular haqida to'liqroq ma'lumot berib o'taman. Assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgidek Sherzod Lyuksemburg. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lish va shu videoni do'stlaringizga ham ulashib qo'yishni unutmang. Keyingi foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun. Polshaning ishchi D vizasiga ariza topshirish uchun sizdan Zagram pasport talab qilinadi. Zagram pasportingiz, chet elga chiqish pasportingiz bo'lsa agar, siz ish taklifnomasiga ariza berishingiz mumkin. Ish taklifnomasini olganingizdan so'ng navbatga qo'yasiz. Navbatingiz chiqsa agar anketa, sug'urta, rasm, posolstvo to'lovini qilib vizaga ariza berishingiz mumkin. Ko'pchilik aytishadiki, nima sababdan Polshaga biz hujjatlarni tayyorladik, navbatga qo'ydik, navbatimiz 3 oydan beri chiqmayapti, 6 oy bo'ldi, 1 yildan beri navbatimiz chiqmayapti degan savollar keladi. Sababi faqatgina O'zbekistonda жеребьевка degan narsa bor. Жеребьевка random programmasiga o'xshagan. Har shanba, chorshanba kuni navbatingiz aylanib turadi. Chunki O'zbekistonda juda ham ko'p vizaga ariza beruvchilar ko'p bo'lganligi sababli shunaqa жеребьевка sistemasiga aylantirib qo'yishgan. Shuning uchun navbatingiz ham chiqishi ozgina qiyin.